Quvamizda 300 million so'mlik zo'r loyiha bo'libdi ta'lim uchun. Ya'ni kim bilimi bor bolalar juda ham ko'p. Ularni mana shu xususiy maktablarga, ya'ni prezident maktablariga tayyorlovga kirib o'qishga imkoniyati yo'qlari ko'pda. Shular uchun do'stimiz 300 million so'm pul ajratibdi. Biz xudo xolisa Leader Schoolga kelganmiz. Bilasizlar, Quvada Oxunboyevda joylashgan. Do'stimiz aytishlari bo'yicha xudo xolasa deyapti. Bu yil yangi o'quv yilidan deyapti 20 ta bitta lider sinf olamiz xudo xolasa. 1 so'm pulsiz oziq-ovqati o'qishi, o'sha ertalab 8:30 dan toki 5 gacha bo'lgan o'qishni davomiyligini hammasini o'zim yonimdan shaxsan bilim uchun tiklab beraman, xudo xolasa qilib beraman deyapti. Bu imkoniyatdan albatta yoshlarimiz, ota-onalarimiz foydalanishi kerak. Qolaversa, Leader Schoolda yana bitta zo'r loyihaga qo'l urishibdiki, ya'ni kim mana shu farzandingiz bor, nolovoyga tayyorlov, birinchi sinfga tayyorlov qilib nolovoy kurslarni ochib qo'yishibdi. Lekin to'lgan deyapti, lekin yana ota-onalardan talab bo'lsa, ikkinchi gruppani ham ochib beraman xudo xolisa nolovoyga deyapti. Ichkariga kirib, mana shu tadbirkor saxiy do'stimizdan bir suhbatlashib, qolgan butun ma'lumotni olamiz ichkarida. Rahmat. Dadaxon do'stim, 300 million so'mlik grant bo'yicha o'zingiz bir to'liq ma'lumot bersangiz. Assalomu alaykum, Quva xalqi, Quva farzandlari, Quva ota-onalari. Biz Quva tumanida joylashgan shu Leader School maktabi bu yilgi 2026-27 o'quv yilidan 300 million so'mlik grant ajratdik. Bu qanday bo'ladi? Quva tumanida hozirgi kunda 3-sinfda o'qiyotgan bolalarni 25-aprel kuniga bu yerga chaqiramiz. Ya'ni imtihon qilamiz. Imtihondan matematika, ingliz tilidan imtihondan 20 ta o'rinni egallagan barcha o'quvchini biz 2026 yili 27 o'quv yilida, ya'ni 4-sinfda mutlaqo bepul o'qitib beramiz. Ya'ni mutlaqo bepul o'qitish, oziq-ovqati hamda ta'lim pullari hammasi bepul Leader School'ni balansidan hisobidan bo'ladi. Baraka toping do'stim. Bunda asosiy programma prezident maktabiga, ya'ni o'sha viloyatda joylashgan barcha prezident maktablariga, agentlik maktablari, ixtisoslashgan maktablarga kirish programmalari to'liq 100% o'tiladi. Yana bir nolovoy loyiha boshladik dedingiz, lekin unisi pulli bo'lsa ham bu haqda ham ma'lumot bering, buni ham qo'shib ketaylik. Bu 20-aprel kuniga biz bu yil o'qishga, ya'ni 1-sinfga kiradigan o'quvchilar uchun rus hamda o'zbek sinflarida o'qishni davom ettiradiganlar uchun nolovoy sinfda tayyorlovni boshladik, o'qitishni boshladik. 20-aprel kuni boshlaymiz. Hozirda bu sinflarimiz to'lgan, lekin agar Quva tumanida bizim maktabda o'qitishni xohlaydigan bo'lsa, bemalol olib kelsa, men yana qo'shimcha sinfim bor, shu sinfni tashkillab ochib berishim mumkin. Rahmat. Bunda ingliz tili, rus tili, matematikaga ixtisoslashgan alohida programmada, ya'ni o'sha biz o'zimizni alohida chet elda dasturida o'qitadigan programmamizda bolalarni o'qitib, bolalarga harf o'rgatish tizimini, til o'rgatish tizimini joriy qilamiz. Rahmat domla. Sizga o'xshagan bemalol ota-onalar kelib, farzandlarini olib kelib bizga murojaat qilishlari mumkin. Rahmat. Sizga o'xshagan ta'lim fidoyilari, ta'lim uchun jonini beradigan, mablag'ini beradigan insonlar ko'p bo'lsin Quvamizda. Baraka toping do'stim. Quvalilar barchalaringizni kutib qolamiz. 3-sinfda o'qiyotgan farzandlarini bemalol olib kelinglar. Bepul 20 taligimizga kirsa, bepul albatta o'qitib, prezident maktablariga kirishi uchun Xudo xohlasa kafolat beramiz. Rahmat do'stim.